xulasa dokladini o'qib o'tdingiz hamda yig'in. Eng asosli bir qancha diqqatni tortgan yerman tilga olib o'tay. Masalan, yuqorida amaliyotda so'zladingiz. Bundan keyingi siyosatning qanday bo'lganligi bu yerda tilga olinib o'tdi. Uni e'lon qildinglar-ku, to'g'rimi? Shu siz deb o'tgandek o'zaro to'qinish jadal majralar sababida nurg'un tarixiy fursatlarni qo'ldan berib qo'yganligimiz da'vo masalasida buning hammasini xotim berib o'zaro ishonch barpo qilish bular alohida tilga olinib o'tilibdi. Shundaqla faoliyatchilikdan siyosatchilikka o'tib aql ambarlarini qurib Xitoyni va xalqaro vaziyatni chunqur tadqiq qiladigan organlarni barpo qilishning muhimligi haqida muzokaralar qilinganligini tilga olib o'tdingiz. Davlatchilik ideyasi bilan harakat qilishning tashkilotchilik, kichik tashkilotchilik sohasida ramkasining ichida qolmay, davlatchilik ideyasi bilan bundan keyingi butun harakatlarimiz bu shaklda bo'lishning muhimligi tashkilotchilik zihniyatining Sharq Turkiston mustaqilligidagi yuksak nishonga torikildiganligi butun yig'in ahli bilan ta'kidlanganligi tilga olinib o'tamiz. Farqli ko'z qarashlarni boylik deb qarashimiz kerak degandek o'rtaq dushmanga qarshi yoshlar va ayollarning roli tilga olinib o'tildi. O'zgarayotgan dunyo vaziyatiga, xalqaroning bugungi murakkab vaziyatiga qarata butun her tarafdan analiz qilgan shaklda biz harakat qilamiz dedinglar. Bu bayonlar albatta bir-biridan muhim temalarni o'z ichiga oldi. Sizlarcha buni ro'yobga chiqarish mumkinmi? Asosli muhim bir savol bu yerda. Sizcha shu har qaysi tashkilotlarni birlikda harakatlantirish, mayli bu o'xshashlam savol ham sizga ham xalqaro tashkilotlar birligi raisi Nurmuhammedjon apandimga tushgan bir savol bo'ldi bu. Yani teşkilatlarını birlikte hareketlendirişte sizlerning tajribangizga asosan eng cho'ng to'salg'i nima? Siyosiy ko'z qarash mı yoki boshqa omillar bormi bu yerda? İslomiy ko'z qarashdikilar, millatchilar, demokratchilar bu har xil shu ideologiyalik tushunchalarni bir yoqqa qayirib qo'yib turib, oxirgi nishonimiz uchun birlikda harakat qilamiz. Harakat qilishni ro'yobga chiqarish qanchalik mumkin oldimizgi kunlarda? Sizden başlasak Nurmuhammedjon apandimiz jo'qim buni bir anlaymiz onu. Bu meselede biz birlikten bekirek hamkorlikni ta'kidlayapmiz. Çünkü birleşiş degan gap biraz emniyetten jiroq deb qarayman. Çünkü her teşkilatning o'zining oldiga bir fikr tushunchasi, ideologiyasi bo'lganligi sababidan sizin deb o'tgandek ideologiya bir teşkilatniki asosi ulandı. Bazı teşkilatlar bilan ideologiyasi o'xshash bo'lsin, bazı teşkilatlar bilan o'xshash bo'lmaydigan ahvollar ko'rilyapti. Shu sababdan bunday bir teşkilatlarniki birlashishi mumkin emas deb qarayman. Shuning uchun biz faqat o'rtaq nuqtalarda hamkorlasha olmaydigan nuqtalarda biz-bizimizga qarshi turmay qo'llaydigan ya gerek to'g'ri ko'rilgan shaklda bir tashkilot o'zini qilgan ishini yana bir tashkilot uni qarshi turmasdan qo'llamasimi qarshi yana bir tashkilot uni meniki qilgan ishimni desteklamdan qo'llamadan deb norozilik bildirmaydigan bir ahvolni ayna bir muhitni yaratadigan tushuncha bilan biz harakat qilyapmiz. Çünkü ideologiya bek muhim. Çünkü bizniki ideologiyamiz hammadan bizni islomiy yo'lda ma'noda deb qaraydi. G'arb qarindoshlarimiz o'zlarining tushunchasi bo'yicha millatchilik kerak g'arbning tushunchisini qabul qilgan tashkilotlarimiz bor. Biz ular bilan bu jihatdan bir-birimizga hozir sen falanchi tushunchada manda deyishim to'g'ri emas. Bizim unda bir vaqtimizni emas hozirgi avvalda. Bizning tek nishonimiz qanday qilsak xalqimizni zulmdan qutuldirish, qanday qilsak vatanimizni ozod qilib Sharq Turkistonda bir mustaqil davlat qurish. Mushu maqsadni nishon qilgan asosda ilib maqsad hamma tashkilotlar bilan ideologiya farq etmasdan hamkorlashib ma'qul bo'ldi deb qarayman. Ammo hozir siz degan nuqtalar kirib qatib, yana qaytadan bir kriz yana boshlanib, düşman yan taraf qilib o'z ishimizda o'zaro bir düşmanlashish, yani ixtiloflashish bosqichiga kelib chiqadi deb qarayman. Shuning uchun men bu nuqtalarda biz cho'ng bir birlashish bo'lmagan taqdirda o'rtaq hamkorlashish va
bir-birisiga qarshi qolmaslik, o'zaro ixtiloflashmaslik degan nuqtalarda birlashib hamkorlasha olsak, mushu cho'ng natija deb qarayman. Shuning uchun biz bu nuqtadan ta'kidladik, biz butun tashkilotlar bilan birlashishni ta'kidladik, hamkorlashishni, qarindoshligimizni kuchaytirishni o'tirib qo'yib kelyapmiz. Buni boshqalarni to'g'ri ko'rganlar bo'ldi, qabul qilganlar bo'ldi. Ikkinchi bosqichda siz degan nuqtalar balkim vatan ozod bo'lgandan keyingi tortish qiladigan, muzokara qiladigan, munozara qiladigan masala deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Sizning javobingiz hurmatli. Bu yerda birlashtirish degan huquqlarga ta'bir bergan chog'da nimani birlashtiramiz degan savollardan chiqdi bu. Bu yerda men oddiy bir misol keltirib beray. Ma g'arb davlatlarining ma'rif sistemasi tabii ishlatadigan boshlang'ich yoki hamda yasli ma'rifida ishlatadigan puzzle deydi bular. Puzzle degan chechilib bir parcha suratning chechilib ketib buzilgan bir shakllar bo'ldi. Har bir shakl. Ammo buning hammasi bir-birisi tushidi. O'zining oldida tushidi. Xo'sh. Ammo xohlagan yerdan tushmaydi bu. O'zining tushadigan yerdan tushidi. Mushu misol amaliyotda bizning shu haqiqiy realligimiz. Ya'ni shu 76 yillik mustamlikada qolgan bir sharafsizligimiz bilan aslida dunyoning muhojirat qismida bo'lsin, vatanda bo'lsin, nada bo'lsin, hammamiz qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz deyapmiz. Ya'ni puzzlening bir parchalari biz. Puzzle'ni kelgan chog'da puzzlening hammasini bir yug'ur yutiblam, achiriblam, boshqa bir shaklni chiqarman deyish mumkin bo'lmaydi. Demak, bu puzzle'ni o'zining joyiga qo'yish orqali haqiqiy biz bir davlatning mansubiyati, bir millatning egillari, bir millatning manfaati uchun, bir davlatning kelgusi uchun harakat qilyapmiz degan umumiy bir image, ya'ni bir görüntü yoki bo'lmasa bir manzarani tasavvur qilib bakkan holatda yani hamkorlik qildi bu. Bu hamkorlik qanday ekancha suratning ba'zisi o'zi eng chiroyli yeri tagidan chiqishi mumkin. Eng sat yeri to'pidan chiqib qolishi mumkin. Buningga unda qaramay faqat qarindishim degandek biz haqiqiy hamkorlik nuqtasidan birlik kelarlik mayatga hamkorlik nuqtamiz qanday qilgancha amaliylashishi degan nuqtani ash puzzle misolga kelib bersam men puzzle. Buni zigzagmi deydi, puzzle mi deydi, bu suratning chechilgan shakli. Ama şu şekilde kelsak, taraflar hammasi men mushu puzzlening yoki umumiy aslidagi shu manzarninki bir qismini deb tushunalasa va men mushuning ichida o'rnam bo'ladi, mushuning ichida bir mening mualliqi hassam bo'ladi deb tushunalasalam, mana bu hamkorlik shu. Qisqalam bunda tushuniraman buni. Buni aqlga ishorat, nadonga jugoldiriz deymi? Mush aqli bola men mush da'vatgan mushu puzzlening bir qismi deganni hammasi puzzlening bir qismi kerak. Hem de yana bir qitim deb boraman. Puzzle'ni tushuntirib. Puzzlening ba'zi rasmlari cho'ngroq chiqadi. Puzzlening ba'zi rasmlari kichikroq chiqadi. Tushunarmi rasmni? Ammo bu faqat birisi bilan naq joyi qo'yilgan chog'da rasmninki asli shakli chiqadi. Agar biz uni yo'q, ma cho'ngroq bo'lgandan keyin mashik cho'ngni bir yerga kelib qo'yadi desak tushmasligi mumkin. Mashikisi go'zalken shikilisi bosh turdi, boshni bir yerga kelib qo'yadi desak tushmasligi mumkin. Buni cho'qim o'z o'rnidagi, ya'ni hammasi xizmat qilayotgan muvozanatdagi aslaha qurilmasiga hech qanday bir nima qilmagan ahvol ostida bularninki birlasha oladigan yoki hamkorlasha oladigan taraflarni ijobiy taraflarini bir-biriga bog'lash. Anaki bu bog'langan shakldan ham odam ko'rib hamamında manzirkan deydigan bir yakunni chiqarish. Mushu formulasini qo'llansak, mana bu hamkorlik shaklida biz bir-birimizni e'tirof qilgan, bir-birimizninki xizmatlariga bahona ijobiy bergan ve shundaqla o'zimizning xizmatlarda sabit qolgan ve bunu texnimi gullandirib tadrijiy holda anaki bu rasmni texnimi kengaytiradigan shaklga o'tsak bo'ldi degan bilan mush qutuluqni beraman. Ondan alqisiga o'tmayman hozir. Ko'p rahmat.